Assalomu alaykum. Ismim Xurshid. Ideal o'quv markazida kimyo fani o'qituvchisiman. Hozir sizlar bilan kimyoning asosiy tushunchalari haqida gaplashamiz. Demak, biz boshladik. Kimyo fanining asosiy tushunchalari. Xo'p, kimyo fanining asosiy tushunchasida bizda atom tushunchasi mavjud. Atom tushunchasi yunocha tildan olingan bo'lib, bo'linmas degan ma'noni anglatadi. Xo'p, atomlar o'z navbatida yig'ilib, molekulani hosil qiladi. Molekula aniq bir tarkibiy qismga ega, ya'ni moddalarni hosil saqlovchi eng kichik zarrachasi molekula hisoblanadi. Endi molekulalar ham yig'ilib moddani hosil qiladi. Modda xo'p, rang, ta'm, hid, zichllik, og'irlik, agregat holatlar kabi holatlarni o'zlari mujassamlashtirgan xo'p, atom va molekulalar yig'indisi hisoblanadi. Moddalar o'z navbatida jismlar va o'z navbatida tirik materiyani borliqni tashkil qiladi. Sizlar bilan atom, molekula, modda haqida gaplashdik. Kelinglar, atomlarning muayyan turi, kimyoviy element haqida gaplashamiz. Kimyoviy element. Kimyoviy element nima? Kimyoviy element atomlarning muayyan turi bo'lib, har bir kimyoviy element birinchi navbatda kimyoviy belgiga, xo'p, ikkinchi navbatda nisbiy atom massaga va eng muhimi nomi va to'rtinchisi xo'p, tartib raqamga ega bo'ladi. Sizlar bilan kimyo fanining asosiy tushunchalari haqida gaplashib oldik. Endi kimyoviy modda haqida tushunchalarga ega bo'lamiz. Kimyoviy modda. Kimyoviy moddani ikkiga bo'lamiz. Birinchisi sof modda, ikkinchisi aralashma. Xo'p, butun tarkibi bo'yicha bir xil tarkibiy qismdan iborat bo'lgan moddalar sof moddalar deyiladi. Tarkibda qo'shimchalarsiz bo'lgan moddalar sof moddalar hisoblanib, sof moddalarni ham o'z navbatida xo'p, anorganik va organik qismlarga bo'lamiz. Xo'p, sof moddalarni anorganik va organik qismlarga ajratdik. Bunga ko'ra anorganik moddalarni ham ikki qismga ajratib olamiz. Ya'ni qanday degan bo'lsak, birinchisi oddiy moddalar, ikkinchisi murakkab moddalar. Xo'p, oddiy modda deb nimaga aytiladi? Xo'p, bir xil element atomlarni tashkil etgan moddalar oddiy moddalar deyiladi. Turli xil element atomlarni tashkil etgan moddalar murakkab moddalar deyiladi. Bunga ko'ra oddiy moddalarga fosfor, oltin yurt yoki kislorod, azot va hokazo elementlarni kiritishimiz mumkin. Bular o'z navbatida oddiy moddalar deyiladi. Chunki bu elementlar bir xil element atomlaridan tashkil topgan bo'ladi. Misol uchun fosforning 4 taligi yoki oltin yurtning 8 taligi. Bu elementlar xo'p, nechta element atomdan tashkil topgan bo'lishidan qat'iy nazar bir xil tarkibdan iborat. Shuning uchun ular oddiy moddalar deyiladi. Endi oddiy moddalar haqida gaplashdik. Ikkinchisi murakkab moddalar. Murakkab moddalarda aytdik, xo'p, tarkibi har xil element atomlardan tashkil topgan bo'ladi. Xo'p, murakkab moddalarning eng muhim sinflari mavjud. Bular 4 ta bo'ladi. Birinchisi oksid, ikkinchisi asos, uchinchisi kislota, to'rtinchisi tuzlar. Sizlar bilan murakkab moddalarning eng muhim sinflari haqida gaplashdik. Endi oddiy moddalar haqida yana bir gaplashamiz. Ya'ni
fosfor, oltin gurt, kislorod, azot bu elementlar barchasi davriy sistemada berilgan, to'g'rimi? Demak, bu elementlarni davriy sistemadagi 118 ta kimyoviy elementni oddiy moddalar qatoriga kiritsak bo'ladi va biz ana shu 118 ta kimyoviy elementni oddiy moddalarni ikkita guruhga bo'lib o'rganamiz. Ya'ni qaysi degan bo'lsak, birinchisi metal va ikkinchisi metal emas. 118 ta kimyoviy elementdan 22 ta metal emas mavjud va 96 ta metal mavjud. Kimyoviy moddalarning asos tushunchalari shulardan iborat. Sizlar bilan keyingi video darslarimizda aralashmalar haqida gaplashamiz. Agarda video darsliklarimiz yoqqan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.